Tirnoqga suriladigan laklar o'zi qayerda va qanaqa paydo bo'lgan bilasizlarmi? 3000 yil oldin Xitoy imperatorligida bitta chiroyli malika bo'ladi. U har doim o'ziga qarab, chiroyli bo'yanib, chiroyli kiyinib yuradi va bir kun oynaga qarab labini bo'yayotganida uni bo'yog'i uni tirnog'iga tegib ketadi. Lekin u har doim tirnog'ini takoyskiy qilib, uzun qilib o'stirib, uni pilkalab, chiroyli qilib yuradigan bo'ladi. Lekin uni xayoliga hech qachon kelmagan bo'ladi, toshta tirnog'ini bo'yasa bo'lishi. Lekin o'sha kuni pomada surayotganda tirnog'iga tegib ketganda u ko'radi qizil rang unga qanchalik yarashganini va qanchalik tirnog'ida chiroyli ko'ringanini va u o'zini xizmatkorlarini chaqiradi. Menga salla tirnog'imga bo'yashga bo'yoq topasanlar, bo'yoq yaratasanlar deb. Va keyin uni xizmatkorlari tillarang va kumush rangdan bo'yoq qilishadi. Va Xitoyda faqatgina boylar, imperatorlar qo'lini, tirnog'ini bo'yab yuradi. Faqatgina ayollar emas, даже erkaklar ham tirnog'ini bo'yab yuradi va bu tabaqaga ajratish bo'ladi. Lekin agar oddiy odamlar tirnog'ini bo'yasa yoki imperatorlar bo'yaydigan rangga bo'yasa, ularning kallasini chuk qilib olib tashlashadi. Yaxshi ham o'sha opa bo'yamayotganlarida lablariga tirnoqlari tegib ketgan ekan, bo'lmasa hozir umuman lak surmasdan yurgan bo'lardik. Agar sizlarga hozir ishlatayotgan narsalarning tarixi qiziq bo'ladigan bo'lsa va qiz bolacha kontentlar qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.